Daniya va Portugaliya o'rtasidagi uchrashuvda g'alaba golini kiritgan Rasmus Hojlund o'z kumiri Krishtianu Ronaldu uslubida gol nishonladi. Bu holat Krishtianu Ronalduning ko'plab personal muxlislariga yoqmadi va e'tirozlarga sababchi bo'ldi. Bir necha bor Krishtianu Ronaldu uning kumiri ekanligini ta'kidlab kelgan Rasmus Hojlund muxlislarni tinchlantirish uchun reaksiya ko'rsatdi va o'yindan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Gol nishonlashim Ronalduga nisbatan hurmatsizlik emas. U mening kumirim. Tarixdagi eng yaxshi futbolchilardan biri oldida g'alaba golini kiritib, uning uslubida nishonlash bu men uchun o'zgacha zavq. Rasmus Hojlund o'yindan so'ng o'zining ijtimoiy tarmoqlaridagi Instagram sahifasida men gol urganimdan so'ng ichimdagi 7 yoshli muxlis o'z ixtiyoriga tushgan bo'lishi mumkin deya post qoldirdi. Ko'rib turganingizdek, Rasmus Hojlund o'z kumiri qarshisida gol urib, bu golni uning uslubida nishonlagani yosh bir bolakayning orzusi va uning amalga oshgandan so'ng emotsiyasi edi. Orzu qiling, orzu sari harakatdan to'xtamang. Like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang.